Adasi, assalomu alaykum. Ovqat tayyor, kelib qolasizmi? O'tirmisiz kutib yemasdan. Hozir boraman. 1 soatlik ishim qoldi. Nima? 1 soat? Bolani qorni och kutdingmi sizni? Soqol o'zimiz yo'ramiz, kelib isitib olasiz. Bola, adilani ko'rdinglarmi? Qanaqa insonligini? Yana qiling-qilingmish. Vaqti yo'q, xudbin bu bilasizmi? Sizlarga olasizga boq ajrata olmaydi bu. Men xudbin emasman. Sizlar ovqatingizni vaqt deyishingiz uchun, oilam ovqatini vaqt deyishi uchun men talab etam qilmagan insonman. Men xudbin emasman. O'zi ishlashga loyiq bo'lib turib, ayolini ko'chaga chiqarib qo'yganlar xudbin. Men xudbin emasman. Farzandlarini ko'chaga tashlab boqmayotganlar xudbin. Men xudbin emasman. Men xudbin emasman. Hamma ona sevgisi haqida gapiradi. Lekin hech kim otani qurbonligi haqida hech kim gapirmaydi. Oilasini boqayotgan erkak hech qachon xudbin bo'lmaydi. Men xudbin emasman.